Görüşmegeli uzun boptu. Bu soltaklar yana qayerga ketgandi? Sen çoşku nereden çıktın? Gogo. Ular urushdimi bilmaydik ya. Bu yerdagi ish bitdi. Bo'ladi. Biz Pari Kapital Group. O'tgan 100 yildan buyon har qatimliq pulni qaytirib ep keldik. G'ayrat qil. Muhboy, ben senin küçüğünge ihtiyaçlıyım. Sen benden nimaga erishmoqchi? Arvaq teşini tepip, yerinin tenideki ejdaha arvahi bilen ulanı birleştirip, bir tenge kirgizsek, Taytayning kuchini o'yg'atqili bo'ladi. Chiroyli bo'lg'achqa asambozdek bo'lib mushunda chiqib chiroydigan nima dedi? Bizning cho'ng'am nima degan omma? Men bu dunyoni zulmatga aylantirib etaman. Bizning odatdagi odamlardan farqimiz bo'lmasa, uni qanday taqabul turmiz? Bu qo'yning ichida nemishqa tuyuqsiz echirib ketadi. Arvoh teshini sen yeb ketganmiding? Man yildan buyon shuni tilab kelayotgandim. Zulmat ishiga echilgan kuni. Amdilikda butkul dunyoni razillik qoplab ketdi. Faqat bir kunlik qoldi. Erni tepib, zulmat ishigini yana bir qayta pechatlaydi. Agar men bilan hamkorlashsang, texmo qudratli kuchga erisha olaysan. Mushundoq bo'lganda savolingga javob bergan bo'lardim.